Assalomu alaykum parandash qozlari. Jasur fermer o'z kanaliga xush kelibsizlar. Do'stlar, mana Adler Cerebro Rossiya liniya jo'jalarini sotuv davom etyapti. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Mana 2 oylikdan ham o'tib qolyapti o'z jo'jalarimiz. 2 oyligini qo'ysam, telefon qilganlar 1 oyligi bormi deyishyapti. 1 oyligi bor desam 15 kunligi bormi deyishyapti. Endi bilmadim, hozir 15 kunligi bor desam, menimcha yangi 1 kunligi bormi desa kerak. Xullas olish niyati yo'q. Hali shunaqangi ko'p telefon qilib turgan odamlar to'g'risi. Hali nima deydi? Bekorga bir-birimiz vaqtimizni olishni kerak yo'q deb o'ylayman. Endi to'g'ri biz kim telefon qilsa savol javob qilamiz. Klient hali всегда прав deydi. Lekin klient bo'lib hali olish kerak-da. Hali bekor telefon qilib olib hali ermaylamaslik kerak. 2 oyligi mana 2 oyligi dedi, mana 2 oyligini olib chiqib qo'ydik. 1 oyligi dedi, 1 oyligi ham bor, 40 kunligi bor. Endi qanaqa variant kerak bo'lsa do'stlar bizda bor. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Manzilimiz Qo'qon shahar, dostavka Petekgacha. Ana o'sha mashhur Rossiya liniya Adler Cerebro. Mana oyoqlariga ham e'tibor beringlar do'stlar. Mana oyoqlari o'zi sarg'ayib, chiroyli qolyapti. Tovuqcha bo'lib qoladi hadimi. Yana o'zi 1 oy boqsa keyin o'zimizga tovuq qilib yuboramiz agar. Aloqaga chiqaringlar do'stlar, bemalol. Mana uyga tovuq qilaman deganlar bo'lsa, mana tayyor tovuqcha bo'lib qolgan variantlari. Olasiz, boqasiz. 2 oylik bo'lsa 3 oyda tuxumga kiradi. 2 oylikdan ham o'tib qoldi o'zi mana. Endi Adler Cerebroni bali aytish kerak yo'q, hamma biladi o'zi. Yiliga qancha tuxum qilyapti, immunitet qanaqa. O'zimda pateriya bo'ldi, shu kunlarda jo'jalarga kasal keldi. O'zi ko'pchilik bildishli. Adlerdan bo'lmadi. Boshqa zotlarimdan bo'ldi. Adlerdan birorta Allohga shukr pateriya bo'lgani yo'q. Yaxshi, yana bir martalik o'zini immunitetini ko'rsatdi. Yana ham amin bo'ldim. Do'stlar, 40 kunlik varianti ham bor. 1 oylik varianti ham. Necha kunlik desalaring topib beraveramiz xolos. Faqat bahona qilib olmaydigan odamlar telefon qilmasin. Manzilimiz Qo'qon shahar. Aloqaga chiqaramiz. Pastda nomerlar qoldiraman. Video yoqqan bo'lsa like bosib ketinglar, bittadan podpiska bosib sog'-omon bo'linglar.